Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. 3-may 2025-yil. Gazabloklarimiz bugun chiqqan gazabloklarimiz bilan 20 ga 30-60 bo'lgan gazabloklarimiz. Sifati zo'r, razmerlari hammasi joyida. 20 ga 30, uzunligi 60. A'lo darajada Namangan bonus 450 markada quyapmiz hozirgi. Shu bugungi kungacha. Erta 5-maydan boshlab Namangan bonus 550 markadagi gazablok sementga gazablok quyamiz. Bular 10 li перегородкаlar. Перегородочный bular. Mana 550 quygandik. Ispitaniyaga zo'r chiqdi. Zo'r chiqdi. Qattiqligi ham hammasi zo'r chiqdi. Hop. Ertadan indindan 550 da quyishni boshlaymiz. Ichkarida hozir kesilish jarayoni bo'lyapti. İçeride hani kesilish boshlandi. Gazabloklarimiz zo'r. A'lo darajada qattiqligi ham zo'r, ustida bemalol yursa bo'laradi. Yursa bo'laradi. Oxirgi tabiiy emas. Hadi sekin. Asayjon. Quvvat bersin. Zo'r qasibdimi? Kesilish jarayoni mana. Hamma o'z ishi bilan ovora. Kimga gazablok kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani. Ya. Nimasiga retro bo'lasan? Sen qariyami retro bo'lasan emasga? Bizda hech qanday kesish, montaj qilish yo'q. Bor narsani ko'rsatamiz mana. Gazabloklarimiz chiqishi. Super ko'rsatmasa. Hurmatli yurtdoshlar, mana 550 Namangan bonus 550 markada. Xudo xohlasa, 2 kundan keyin shundan chiqishga boshlaydi. Eski astarga sementlarimiz tugatib olib, shundan boshlaymiz. Tushirdik. Tushirishda davom etyapmiz. Bundan bog'i faqat 550 markada chiqarishga harakat qilamiz.